ehtiyot bo'lish kerak. Sidekick yaxshi zarba. Umuman olganda jarohat yetkazuvchi zarbalar o'sha to'pligida menimcha top uchida turadi. Ian Gerri bilan Shavkat Rahmonovni jangini ko'rgan bo'lsangiz, aynan mana shunday zarbalar qiynagandi. Shavkat Rahmonovni aynan mana shunday zarbalar 3 yilga safdan chiqardi, umuman kamar da'vogarligidan chiqarib yubordi va UFC reytingidan o'chirib yubordi. Va mana shu aynan sidekick zarbasi haqida gap ketyapti. Qanchalik xavfli ekanligini menimcha sezyapsiz. Bizda esa allaqachon boshqa epizodlar boshlangan. Hozir pozitsiya uchun kurash, Bahromjon ustunlik qilishga harakat qilyapti. Bekmautga o'tib ketishga harakat qildi, lekin bermayapti. Tan olish kerak, yaxshi himoyalanyapti Abdul Faqat. Endi Bahromjon bermasligi kerak. Ha, albatta. Ularni ushlab olgan hozir. Qo'llarini yechishga harakat qilyapti. So'nggi pallada ushlab qoldi Abdul Faqat. Mana endi to'la to'kis takedown Abdul Faqat hisobga yozilyapti. Bahromjon harakat qilyapti albatta chiqib olishga. Albatta endi tabiiyki Bahromjonga kuch ko'proq ketadi, chunki u ham himoyalanish kerak, ham chiqishni o'ylash kerak. Abdul Faqat esa shunchaki zarbalar berib raqibni nazoratda ushlasa bo'lgan. Mana endi referiga e'tibor qaratamiz do'stlar. Ana shunday vaziyat. To'plab oldi Roziyev. To'p olishga ham yaqin keldi, lekin o'xshamadi baribir. Mount holatiga o'tib ketmasa bo'lgani. Deyarli oyoqqa turishga yaqin turibdi Bahromjon. Albatta oyoqqa turib olish kerak. Biroz harakat qilsa turib keta oladi. Bahromjon pozitsiya ham o'zi yomon emas endi. Yotgandan ko'ra yaxshiroq pozitsiyaga chiqib o'tdi. Bo'ldi mana. Endi bir referidan endi rozimiz. Demak, jang stoykaga ko'chyapti do'stlar. Oldi qo'l. Roziyev. Yana kurashga o'tyapti Roziyev. Lekin biroz stoykada jang o'tkazgani ma'qulmidi degan fikrdaman. Raqibni o'zi kurashga otilyapti ko'pincha. Shu sababdan menimcha baribir otiladi degan zaylda birinchi men qilib qo'ya qolay shu takedownni dedi Bahromjon. Yaxshi vaziyat. Bir oyoqni tutib olgan. Lekin takedownning himoyasi yomon emas. Abdul Faqatni ko'rinib turibdi bu. Bermadi hozir Bahromjon. Raqib takedownga harakat qilgan. Mana endi tizza zarbasini bersa bo'ladi. Lekin bunday qarorga kelgani yo'q. Berdi. Albatta. Biroz taqiqlangan zarbani berib yubordi-da. Ko'ramiz qanday qaror qabul qilinadi. Agar jarohat jiddiy bo'lmasa, menimcha unchalik jarohat bo'p zarba. Adashmasam 2 marta berib yubordi. Yo'q, bir marta shu noqonuniysi bir marta bo'ldi, qolgani qonuniy. Ko'ramiz, barchasi joyida bo'lsa, jangni davom ettira olishini bildirsa, jang davom etadi. Agar o'sha Pyotr Yan Aljosterning jangini yodga olsak va raqib og'ir ahvoldaman degan bahonani qilsa balki. Yo'q, menimcha turyapti. Ozarbayjonlik jangga tayyor.
Faqat bizdan ball olib tashlanmasa bo'lgani desam mana. Shu haligi ogohlantirish berilsa ham bo'ladi. Yaxshi, kuchli low kick Roziyev. Qo'l Abdulfaqat. Qarang, zarbalar bilan oldiga seriyalarni amalga oshiryapti Abdulfaqat. Ko'z zarbalarini ko'rdik, anchagina xavfli yo'naltirildi, lekin Roziyev ko'ra oldi shu zarbani. Oldinga boryapti. Mana ikkilik zarba Roziyev. Bal ochko olib tashlangani biroz ko'ngilni xira qildi, to'g'risi. Ikkinchi raund demak, nihoyat